Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz shuncha paytdan beri mana bu kapshonni noto'g'ri kiygan ekanmiz. Kapshonni mana bu mo'ynali joyini har doim tashqariga qoldirar ekanmiz. Bunday qilib kiyar ekanmiz. To'g'ri kiyish esa mana bunday ekan o'rtoqlar. Mo'ynali joyini ichkariga qilib, mana bunday qilib, mana shunday qilib. Xullas, mana shunday qilib kiyish kerak ekan o'rtoqlar. Чтобы shamol o'tmasligi uchun. Shunda to'g'ri bo'lar ekan, mana ko'ryapsizlarmi? Mana shunday qilib kiyish kerak ekan kapshonkani. Ko'plari esa endi bilmayman, biladiganlar bilar, bilmaydiganlar mana shunday qilib kiyib yuraverishadi. Mana shunday qilib. Yo, to'g'risi mana bunday ekan, mana ichiga qayiramiz. Xullas, kapshon, ya'ni shamol o'tkazmas ekan. Quloqni yopar ekan. Mazza, o'rtoqlar. Mana endi bilmaganlar bilib oldi. Bilmaganlarga jo'natib qo'yamiz.